Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Migrant Akademiyasi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda sizlar bilan Zapret deportlarni qanday qilib tekshirish haqida gaplashamiz va MVD saytiga O'zbekistondan kirsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar MVD saytiga O'zbekistondan kirmasa, qanday qilib tekshirish kerak? Shularni sizlarga to'liq batafsil tushuntirib beraman aziz yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar aziz yurtdoshlar. Like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham unutmanglar aziz yurtdoshlar. Do'stlar, MVDni saytiga kirish uchun Yandexdan foydalanamiz. Yandexga kirganimizdan keyin yoki Chromedan foydalansak ham bo'ladi. Yandex Rossiyani brauzeri bo'lganligi sababli men Yandexdan foydalanyapman aziz yurtdoshlar. MVDni saytiga kirish uchun mvd.rf deb yozishimiz kifoya aziz yurtdoshlar. mvd.rf va перейти-ni bosamiz. Mana bu saytga kirdi aziz yurtdoshlar. Birorda bu saytga umuman kirmaydi aziz yurtdoshlar. Hech qanaqa narsa chiqmaydi va не удается получить данные deb turib qanaqadir yozuvlar paydo bo'lib qoladi. Hozir kirdi ham, yaxshi. Endi 3 ta tepadagi chiziqchaga bosamiz va mana bunday akoshkaga o'tadi. Bundan keyin onlayn servisi degan joyini bosamiz. Onlayn servisini bosganimizdan keyin pastda mana servisi по вопросам migratsiya degan joyi bor. Shuni bosamiz. Shuni bosganimizdan keyin manaqa akoshkaga o'tadi va pastga tushaveramiz. Tushganimizdan keyin eng pastidan bitta tepada mana проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Federaции deyapti. Shuni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bunday akoshkaga o'tadi. Odatda bu yerda shu ism, familiya, отчество, daniylarni yozadigan joy chiqishi kerak. Lekin 2023-yildan beri qandaydir bu sayt emas, aynan servis xatoliklar bilan ishlamoqda aziz yurtdoshlar. Shu sababdan bu yerda hozir yozyapti. Приносим свои извинения. Servis временно недоступен по техническим причинам. Bu degani, ular qanaqadir texnik holatlar bo'yicha bu servis vaqtincha ishlamayapti degan ma'noni anglatyapti aziz yurtdoshlar va bu ishlamadi. Endi qanday tekshiramiz degan savol tug'iladi aziz yurtdoshlar. Rossiyadan endi zapretlarni qanday qilib tekshirishni hozir men sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Internet sayti ishlamadi, endi nima qilamiz degan savol tug'ilishi tabiiy aziz yurtdoshlar. Endi masalan sizni biror bir akangiz yoki ukangiz yoki oshna og'ayningiz Rossiyada yurgan bo'lsa, shularga iltimos qilsanglar bo'ladi. Shular qanaqadir OVMlarga borib sizni daniyalaringizni tekshirtirishga urinib ko'rsa bo'ladi, lekin u yerdagi xodimlar отказ berishi ham mumkin, ya'ni sizni daniyalaringizni tekshirishdan bosh tortishi ham mumkin. Sabab faqat shu личность degan narsa bor. Faqat sizni pasportingizni o'zingiz olib kelsangiz, ya'ni o'zingiz taqdim qilsangiz, shundagina tekshirib beradi ular. Boshqa odam, чужой odam olib borib siz pasportingizni tekshirib ber desa, ular отказ qilish huquqiga ega. Bu qonunchilikda ham bor aziz yurtdoshlar. Qaysidir insoflilari bo'lsa tekshirib berishi ham mumkin. Yoki yana bir usuli aziz yurtdoshlar, yuristlar orqali tekshirtirsanglar bo'ladi. Yuristlar orqali sizlar shu vipiskani olasizlar. Shu vipiskani olganingizdan keyin bu yerda to'liq ma'lumotlar bo'ladi. Zapret qachon qo'yilgan, nima sababdan qo'yilgan, qanday asoslar bo'lyapti, qaysi podpunktlar bilan qo'yilyapti zapretlar, muddati qachongacha, qachon ochiladi bu zapretingiz va hokazo ma'lumotlarni hammasi bo'ladi aziz yurtdoshlar. Shu yuristlar orqali olgan vipiskangizda. Agarda sizlarga shunaqa tekshiruvlar kerak bo'lsa, olasizlar yuristlarga murojaat qilsanglar ham bo'laveradi yoki bizga murojaat qilsanglar ham bo'laveradi aziz yurtdoshlar. Lekin MVDni sayti orqali tekshirish shu 2 yildan buyon to'liq ishga tushgani yo'q. Qanaqadir xatoliklar bilan ishlayapti va bir oyda kirsa, где-то bir 3-4 marta kiryapti. Aynan именно Rossiyadan tashqaridagi holatlarda aytyapman. Bu sayt o'zi noto'g'ri tekshirardi, endi umuman ishlamay ham qoldi aziz yurtdoshlar. Shu sababdan to'g'ri daniylaringizni tekshirishga harakat qilinglar, chunki palon pulga bilet olib ketasizlar aziz yurtdoshlar. Va agar qanaqadir noto'g'ri tekshirilib
siz biletingizni puliga kuyib qolsangiz, qanaqadir 1-2 so'mda ayayman deb siz katta pullarga tushishingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Shu sababdan to'g'ri tekshirishinglarni tavsiya beraman. Kimni tekshirsanglar ham ushbu videoni ko'pchilikka tarqatishinglarni so'rab qolaman aziz yurtdoshlar va like bosib qo'llab-quvvatlashinglarni ham iltimos qilaman aziz yurtdoshlar. Va ovora bo'lib mendan keyin zapret haqidagi, tekshirish haqidagi videolarni ko'rmay qo'yaveringlar aziz yurtdoshlar. Hammasi baribir shu MVD sayti orqali tekshirishni ko'rsatadi aziz yurtdoshlar. Bu sayt hozir 2023-yildan beri qanaqadir nosozliklar bilan ishlayapti va noto'g'ri tekshiradi agar ishlasa ham. O'zi o'sha yerda ham yozib qo'ygan, bu hech qanaqa ahamiyatga ega emas bu tekshiruv deb. O'zinglar agar mabodo sayt ishlab qolsa, tekshirib shu yozuvni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar aziz yurtdoshlar. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.